مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله. Otalarni farzandlarining tarbiyasida e'tibor berish kerak bo'lgan yana bitta narsa bu farzandlarining jinsiy tarbiyasi. Ota-onalar bu masalada farzandlarini hali balog'atga yetmay turib, hali ularda aqli qabul qilmaydigan holatda jinsiy g'arizalarini qo'zg'atadigan surat, ko'rinishlardan ularni ehtiyot qilishligi kerak bo'ladi. Hali yosh yetmasdan turib, bilish kerak bo'lmagan ko'rinishlardan, holatlardan, ma'lumotlardan uzoq qilinishligi kerak. Keragidan avval, ya'ni bilishi kerak bo'lganidan avvalroq ertaroq bilib qolsa, bu narsa farzandning tabiatini aynishiga olib keladi. Uylarda ko'rsatilayotgan televizordagi narsalar birodarlar. Telefonlarda ko'tarib yurgan narsalari. Bolalar nimani ko'rishyapti birodarlar? Albatta nazorat qilish kerak. Birodar, tarbiya qilgani vaqtingiz bo'lmayaptimi? Jon birodar, mayli, lekin buzilishiga yo'l bermay turing. Tarbiya qilgani vaqtingiz yo'q, toqatingiz yo'q, mayli, lekin buzilishini to'sib turing. Qo'lidan hali qimmat telefonni olib qo'ying. Internet uzib qo'ying. Televizorda bir cheklab qo'ying. Tarbiya qila olmayapmiz, lekin buzilishiga yo'l ochib beryapmiz. Bu internet, televizor, telefon o'tkir pichoqqa o'xshagan narsa. Yaxshilikka ishlasa ham bo'ladi, yomonlikka ham ishlasa bo'ladi. Shuning uchun beparvolik qilmaylik. Beparvolik qilmaylik. Farzandlarimizni xulqini, tabiatini buzilishiga asosiy sabablardan bittasi bu o'sha ko'rayotgan filmlar, kinolar. Bundan tashqari internet ham bor. Ma'lumotning ko'pligi, unga yetishishning yo'llari oson bo'lib ketganligidan bolalarimiz keragidan avval ayrim narsalardan xabardor bo'lib qolyapti. Ana shu birodarlar g'arbdan, sharqdan kelayotgan shoular, boshqa ko'rsatuvlar sababidan tushunchalar ayniyapti. Mana shu o'zimizni, yurtimizning bir kanalida debat bo'lyapti, diskussiya bo'lyapti. Bir ayol g'arb tushunchalarini, targ'ibotini yaxshi deyapti. Bir erkak kishi tortishyapti. Hali yigit aytayapti. Mana sizlar deyapti. Bizning maktablarimizda diqqat qilinglar. Bizning maktablarimizda o'qitish uchun kirgizgan kitoblardan bittasida aytayapsizlar. Deb turib kitobni ochib, o'shadan sitatani keltiryapti. Mana sizlar yozgan kitobda. Hozirgi yigitlar uylanayotganda kelinni qiz bolaligiga e'tibor berishmay qo'ygan. Sitata tugadi. Qani oldingiz bu gapni deyapti. Shu fikrda muhimi shu mavzu o'rtaga chiqdi. Hamma yomon deydi, lekin muhimi chiqdi shu narsa. 10 ta odamdan bittasi, ha, demak shunaqa ekanda deb qoldimi, ular yutdi. Hozirgi uylanayotgan erkaklar kelinda qiz bolalik bo'lishligi shart emas deb ko'pchilik shunaqa bo'lib qolgan degan narsani televizorda gapiryapti. Sizlar bizni bolalarimizga 5-7-sinfda bolalariga chiqarib qo'ygan kitoblarda shunaqa deyapsizlar, deyapti. Turib tinglamay turibdi. Sen o'zing shunaqa kelinda olasanmi desiz, unamaydi. Bolalar qanaqa maktabda qanaqa kitoblarda, qanaqa yangi kitoblarda o'qiyotganini bir qarab qo'yinglar. Musulmon ota oilasini, farzandlarini, ko'chadagi holatini ham, uydagi holatini ham nazorat qilishligi kerak bo'ladi. Otalar qiyomatda javob berasizlar.